birinchi o'zi tanishtiring. Akbar Yorqinjon. Akbar Yorqinjon. Sohibkormi Ferdash? Faoliyatingiz nima ekan? Qaysi ish bilan shug'ullanasiz? Bu yuqonchi bilan shug'ullanasiz. Ilgari kirit olganmisiz? Qaysi yo'nalishlarda? Mashinaga. Bundan oldin teplitsa bilan shug'ullanaman. Sizga hozir yo'nalishlarimiz bor. Birinchi oilaviy tadbirkorlikni olishingiz mumkin. Unda 30 milliongacha imtiyozli mahalla tavsiyasi bilan yordamimiz. Agar boshqa yo'nalishda qilaman, yana boshqa produktlarimiz bor. Siz uchun tadbirkorlik kamida ikkita tadbirkor. Buni zamirida ko'proq summa olib, daromadni yana ham ko'paytirish. Buni hammasini zamirida daromad orttirib, ishchi o'rin yaratish. Misol uchun mana shu sohibkorda mirishkorni eshitganmiz, hamma mehnatkash, shu boshqa joylarda ishchi olib kelib shug'ullanasizlar. Mana shu qismlarni ham siz o'zida misol 2 kishini bo'lsa ham ish bilan ta'minlasangiz. Mana shu narsalar o'ylab ko'rsangiz, sizga tadbirkorlik tavsiya qilaman. Kamida 2 kishini ish bilan band qilsangiz, ham mahallangizga foydasi tegadi, ham biz kredit ko'proq beramiz. Belgilangan summalar imtiyozli kreditdan keyingi turlarni olmoqchi bo'lsangiz 1 milliongacha kafolat. Garovli bo'lsa, oilaviy ko'makchimiz bor, u 300 milliongacha garovli, 7 yilgacha. Bundan tashqari 3 yillari bor, imtiyozlari 6 oy. Mana shunaqa qilib, ishchi yaratib, siz faoliyatingizni yana ham kengaytirishingiz mumkin. Har qanaqa yo'nalishda xalqdan imkoniyat bor ekan. Siz bilan hozir yana bir nima qilib turib, sizni protokollashtiramiz, ro'yxatga olamiz, sizga uchraysiz, pasportingizni berasiz, kreditingizni ko'ramiz. Hamma ko'rib o'rganib, chaqiramiz.